Assalomu alaykum azizlar. Bugungi darsimiz go'yrusay. Bunun kerakli materiallar muaf miqdordagi go'shtni 4 shaklda mush holatda cho'ngroq to'g'rab olamiz. Buningga ehtiyojga asosan qariq go'sht desanglar yaxshi. Ondan piyoz, mavi so'ng piyoz, qizilmuch, ko'kmuch, piyoz, mavi samsaq, muaf zanjivil, ondan pomidor bilan mavi chanalgan laza. Buningga ma chanalgan lazani tayyor lazi qiyam ishlatsanlar bo'ldi. Qozonga muaf miqdordagi mayni qo'yib, biz tayyorlab olgan go'shtimizni silib pishib qo'raymiz oldi bilan. Go'shtni olib pishib qo'raymiz. Ma go'shtni silgan vaqtda mayni bek pishirib normal pishgan vaqtda silsanlar yaxshi. Go'shtni qo'rilib, ma suyra rus qo'rdi, endi buningga ma so'ng piyoz bilan piyozni silib, yana bir avriz pishib qo'raymiz. Lekin ko'ydirib o'tmagan asosda. Endi samsaqni silib birga qo'raymiz. Endi biz tayyorlagan pomidor bilan chanvaga lazım solamiz. Chanvaga lazımga tayyorlab ishlatsanlar bo'laveradi. Endi buningga muaf miqdor suv qo'yamiz. Suv qo'yimsanlar bo'ldi, ammo shu lag'manni yoki boshqa mevlarni suvliroq yeyilganlarga nisbatan suv qo'ysanlar yaxshi. Suv qo'yib bo'lgandan keyin biz tayyorlab olgan ko'k qizilmushni solamiz. Bu suyimizning pishib tayyor bo'ldi. Endi oilada jonyo'ni ishlatishni odatlangan yoki yaxshi ko'radiganlar bo'lsanglar, jonyo'ni ishlatsanlar bo'ldi. Bo'lmasa bu jonyo'ni ishlatmagan holatdami, buning ta'mi shundoq yaxshi o'zga chiqadi. Bozordan qilishmaydi, sizlar etib sinab taqinglar. Bu suyimizning tayyor bo'ldi. Qarasanglar shundoq rangli, o'zgacha yeyishlik holatda. Buning suyini o'zinglarning yaxshi ko'rishga asosan tanishsanglar bo'ldi.